Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana jigarlar, Tayson akamiz topdik, Tayson tog'ani. Motivatsiya olgani keldik. Hadda shu uyda qurilish bo'layotgan ekan, mana shu uyi. Hashara keldi jigarlar. Xullas 70 legenda jigarlar va Lacetti 2 yil legenda. Akamiz xudoingiz yaqinlarda nomer taqargan, kreditga olmaganlar. Chotki mashina naqd pulga olgan ekan. Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Akalarimiz endi story qayerdan ko'rdingiz aka? Story kecha shu Instagramda ko'rdim. Instagramdan ko'rdi ekanman, bugun hashara keldi ekan. Asosiysi e'tibor, rahmat aka, kelganlaringizga shunchalik hurmat qilib aka. Xudoga shukr, patishlarimiz ba'zi bir auditoriyamiz yolg'iz qoldirmayapti aka. Jonlar jonimizda shunchalik patishga qilib auditoriya do'stlar, ko'rib turgan insonlar patishkani bosib turinglar. Odamga ishitishmasa ham qachondir baribir ishitishadi do'stlar. Mana hozir shu uyda remontiga qilib yotdim, akalar o'zlari kelib qoldi mana bu yerdan qarab. Nima deydi? Mehr-oqibat to'g'ri kelib qolgan ekan, mana akamiz bilan ko'rishib qoldi. Rahmat hammaga, bordan shukr aka. Sizga Motivatsiya bering. Tayson Lacetti. Lacetti nima endi? Lasettichilar gazini bosinglar, ishlaringizga omad. Lasettini o'rnini hech qachon Gentra to'ldira olmaydi. Motori bari legenda. Lacetti legenda, ular hamma hashaga chaqiramiz jigarlar. Mana qurilish ketyapti, biz ham lopatkani olib, kiyimlar, rabochiy kiyimlar kiyib ishni boshlaymiz hozir loyda.